Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Yana bir bor siz bilan bugun ajoyib bir taom tayyorlaymiz. Bugun menga uydagilarimdan taklif tushib qoldi tovuqni bilan kartoshkadan biron ovqat qilib bering deb. Va xolodilnigimdagi tovuqni tozalab yuvib oldim. Shkafimdan kartoshka oldim va ikkalasini hozir tozalab, maydalab, adilla yog'da qovurib olamiz. Siz bilan birgalikda bugun kartoshka va tovuqdan qovurma dimlama tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Tovuqimizni chiroyli qilib katta kusokda maydalab olamiz. Tovuqimizni va kartoshkamizni chiroyli qilib katta kusokda to'g'rab olamiz. Kartoshkani ham archib, tozalab, uni ham chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Mana obunachilarimiz, tovuq go'shtimizni va kartoshkamizni artib tozalab oldik. Endi ikkalasiga ham tuz sepamiz, faqatgina tuz. Mana bunga ham go'shtimizga sal ko'proq sepamiz. Tuz sepib, ikkalasini ham yaxshilab tuz bilan aralashtiramizda, qizib turgan yog'imizda adilla qilib qovurib olamiz. Mana obunachilarimiz, tovuqimiz bu qozonda kartoshkamiz qizarmoqda. Ikkalasini ham ikki tomonini chiroyli bo'lib qizarguncha qizartirib olamiz. Hurmatli obunachilarimiz, endi qiladigan ishimiz mana bu sabzavotlar, demak baqlajon, pomidor, bolgarskilarni chiroyli tozalab, katta to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Kartoshkamiz bilan go'shtimizni tayyorlab oldik, qovurib. Endi bolgarskiy, piyoz, baqlajon va pomidorimizni bir martadan qovurib olamiz. Bolgarskiy bilan piyozni bir yo'la solib oldim. Chunki ko'p qovurishimiz shart emas bo'ladi. Ovqatimizga ozroqdan qovuramizda. Mana. Endi baqlajonni va chesnok va pomidorni solib yana bir aylantirib qovurib olamiz. Mana obunachilarimiz tayyor bo'ldi. Sabzavotlarimiz unaqa qattiq qovurilmasdan ozroqgina bitta qoshiq un solib yuboramiz va uni ham qovurib yuboramiz qo'shib. Mana ko'rib turganingizdek unaqa ezilib qovurilib ketmadi. Endi go'shtni ustidan kartoshkani terib olamiz qozonimizga. Mana ki qovurib olgan go'shtlarimni solib oldim. Tekis qilib endi kartoshkalarimni solib olaman. Mana. Obunachilarim, ko'kat 2 dona lavr bariga 5-6 dona katta murchdan solamanda. Ozgina 2 piyolacha suv solaman. Va olovni pasaytirib, yarim soatga qozonimizni qopqog'ini dimlab qo'yamiz. Yarim soatdan keyin ochamiz. Mana obunachilarimiz, ovqatimiz past olovda qaynayapti. Endi mana bunday piyoz, ko'k piyoz, marra piyozda bitta bog'chasini mana shu ko'rinishda eng tepasiga solamizda. Yana dimlab qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Mana buni hidlarini qarang. Buni to'g'risini aytsam, hidlaridan o'zimda ham qornim och qoldi. Mana endi buni chiroyli qilib tarelkalarga suzib olamiz. Mana obunachilarimiz, tovuqdan, kartoshkadan tayyorlagan qovurma kabobimiz tayyor bo'ldi. Siz ham uyda bemalol tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham mazalari shirin, ta'mi mazali. Go'shtlarini e'tibor bering. Go'shtlari juda ham yumshoq bo'lib e'tibor bering. Mana titilib pishib ketgan. Hammaga birdek yoqadigan bo'lgan kartoshkalarichi. Mazasiga qarang buni kartoshkalariga. Mana bulyonlari ham chiroyli bo'lib pishdi. Tez hazm bo'ladigan parhezbob ovqat. Mana bulyonchalaridan solamiz. Manaki
Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.